Mavzuyimiz artikulyar va akustik fonetika, nerv mushaklarining tavsifi, nafas olish, fonasiya, artikulyatsiyadagi ohanglar jarayonlari. Men Ibragimova Komila sizlar bilan akustika tovushning eshitilishi haqida ta'limot bo'lib, tovushning fizik tomoni bilan bog'liq bo'ladi. Bunda ikki jihat, tovushlarning sifat belgisi va miqdor belgisi ahamiyatlidir. Tovushning sifat belgilari 3 bo'lib, ular tovush kuchi, balandligi, tempi bilan bog'liq bo'ladi. Tovush to'lqinining balandligi va kengligiga tovush kuchi deyiladi. To'lqinning paydo bo'lgan o'rni bilan pastga tushgan o'rni o'rtasidagi kenglik tovush kuchi ko'rsatuvchi asosdir. Akustikada tovush to'lqinining balandlik va kenglik ko'lamiga amplituda deyiladi. Amplitudaning ko'lami qancha keng va katta bo'lsa, tovush kuchi ham shuncha ko'p bo'ladi. Tovushning o'ziga xos ohangi, rangi va bo'yoqdorligi tovush tempi deyiladi. Tovush tempi asosiy tonlar bilan obertonlarning murakkab qo'shilmasidan iborat. Nutq tovushlarining tempi unli tovushlarga xos bo'lib, unlilar tempiga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Tovushning miqdor belgisi deyilganda tovush cho'ziqligi nazarda tutiladi. Tovushning cho'ziqligi ikkiga bo'linadi, ya'ni birinchisi birlamchi cho'ziqlik va ikkilamchi cho'ziqlikka bo'linadi. Birlamchi cho'ziqlik ma'no ajratish uchun xizmat qiladi. Ikkilamchi cho'ziqlik ma'no ajratmaydi, urg'u bilan bog'liq bo'ladi. Transkripsiya keng ma'noda geografik, tarixiy va boshqa nomlarning ma'lum bir qoida asosida berilishini, tor ma'noda ma'lum til va uning shevalariga oid so'zlarni yoki chet tiliga oid so'zlarni talaffuzga ko'ra aynan yozib olishni anglatadi. Nutq tovushlarini aniq ifodalash uchun ishlatiladigan yozuvga transkripsiya deyiladi. Inson nutqi gaplarda, so'zlarda va so'z tovushlariga tashkil topadi. Fonetika tilshunosliklarning bir bo'limi bo'lib, tilning tovush tizimini, nutq tovushlarini o'rganadi. Fonetika nutq tovushlar 4 tomondan o'rganiladi. Ya'ni birinchisi nutq organlarining nutq tovushlarini talaffuz qilishdagi harakati. Ya'ni bunda artikulyatsiya o'rganiladi. Tovush qanday fizik tebranishlar natijasida ekanligi yoki akustik tomoni hisobga olinadi ikkinchisida. Uchinchisida esa nutq tovushlari bo'g'in, urg'i, ohangning eshituvchi tomonidan anglab his etilishi tekshiriladi. Nutq tovushlarining tildagi so'zlar, frazalar va gaplarni bir-biridan farqlash uchun xizmat qiladi, ya'ni fonologik tomoni o'rganiladi. Fonetikaning quyidagi turlari mavjud. Vazifasiga ko'ra, maqsadiga ko'ra. Vazifasiga ko'ra umumiy va xususiy fonetikaga bo'linadi. Umumiy fonetika dunyo tillariga tegishli bo'lgan umumiy fonetik qonuniyatlarni o'rganadi. Xususiy fonetika esa bir konkret tilga xos bo'lgan tovushlar sistemasini o'rganadi. Maqsadiga ko'ra nazariy fonetika, amaliy fonetika, eksperimental fonetika hisoblanadi. Nazariy fonetika ma'lum bir tilning tovush xususiyatlarini nazariy jihatdan tasnif etadi. Amaliy fonetika esa muayyan tilning fonetik orfoepik me'yorlarini o'rganadi. Fonetika o'zi tekshirish obyektining davriga munosabati nuqtai nazaridan ikki xil bo'ladi: tasviriy fonetika va tarixiy fonetika. Bu rasmimizda gazlar almashuvi tasvirlangan, ya'ni karbonat angid necha foizligi, kislorod necha foizligi, kapillyar kislorod, karbonat alveolar devorlari rasmimizda tasvirlangan. Nafas olishning nerv boshqarilishi nafas olish va nafas chiqarish harakatlarini bosh miyaning uzunchoq miya bo'limida joylashgan nafas olish markazi boshqarib turadi. Nafas olish markazida muntazam hosil bo'lib turadigan nerv impulslari nerv orqali nafas olish muskullariga boradi. Muskullar qisqarishi hisobiga ko'krak qafasi kengayib, nafas olish yoki nafas chiqarish sodir bo'ladi. Nafas olishning boshqarishlari, ya'ni nafas olish reflekslari nerv yoyi nafas olishning markazi orqali o'tadi. Bu rasmimizda nafas olish organlari kasalliklari tasvirlangan. Ya'ni birinchisi rinit. Burun shilliq pardasi yallig'lanishi keng tarqalgan, bemorning burnidan suv oqadi, burni orqali nafas olishi qiyinlashib, tez-tez aksa uradi.
Ikkinchi rasmimizda gripp tasvirlangan. Ya'ni gripp kasalligini viruslar paydo qiladi. Gripp virusi bemorning burnidan oqib turadigan silliq moddada yo'talganda ajralib chiqadi va balg'amni va tupugida bo'ladi. Keyingi rasmimizda o'pka sili kasallikni sil tayoqchalari qo'zg'atadi. Infeksiya ko'pincha o'pkani zararlaydi. Bunda bemorning qo'ltig'i ostida va bo'ynidagi limfa bezlarida biroz yiriklashadi. U yo'talganda balg'am chiqadi. Sil tayoqchalari bemorning so'lagi va balg'amida ko'p bo'ladi. Allergiya kasalliklarini tasvirlagan keyingi rasmimizda organizmning atrof muhitdan ayrim moddalardan ta'sirchanligini keskin oshib ketishi allergiyaga sabab bo'ladi. Chekishning nafas olish organlariga ta'siri. Tamaki tutun tarkibida nikotin, is gazi, sinil, sianid kislota, benzopirin, qurun kabi organizm uchun juda zararli 3000 dan ortiq zaharli moddalar bor. Chekishda bu moddalar og'iz bo'shlig'i, nafas yo'llari va o'pka alveolalari shilliq pardasiga o'tib, uning yallig'lantiradi. Natijada shilliq pardada himoya funksiyasi pasayadi. O'pka alveolalari va qon tomirlari elastikligi kamayadi. Shu bilan mavzuyimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.